Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan Python dasturlash tilida shart operatorlari bilan tanishamiz. Men Shamsiddin G'iyosjon, Shahrisabz davlat pedagogika instituti matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrasi o'qituvchisi bo'laman. Bugungi darsimizda quyidagi rejalar asosida boshlaymiz. Birinchi rejamiz shart operatorlari va ularning ishlatilishi. Ikkinchi rejamiz esa if shart operatori, uchinchi rejamiz esa if else shart operatori, to'rtinchi rejamiz esa if elif else shart operatorlari bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, shart operatorlar nima? Biz bilamizki, dasturlash tillarida shart operatorlari mavjud. Ular shart operatorlari asosan bitta shartga qarab dasturni keyingi qismga o'tkazadi. Bunga misol sifatida ko'pchiligimiz ijtimoiy tarmoqlarda foydalanamiz. Ularda misol uchun tilni tanlash degan bo'lim bor. Misol uchun o'zbekchada yoki ruschada turgan bo'lsa, o'zbek tilini tanlasak, bizni barcha dasturimiz o'zbek tilida, ya'ni yozuvlarimiz, kontentlarimiz o'zbek tilida chiqadi. Bularga shu narsani shart operatorlari orqali misol qilsak bo'ladi. Xo'p, dasturlash tilida shart operatorlari conditional statement deb atalib, bu kod bajarilgandan so'ng ma'lum bir keyingi qadamga o'tkazishni ta'minlab beradi. Shart operatorlarining maqsadlari. Shart operatorlarining maqsadlari quyidagilardan iborat. Bu dastur oqimini boshqarish, ya'ni kodni qaysi dastur shartga qarab bajarishini ta'minlab beradi. Keyingisi har xil hollarga mos javob berish. Undan keyingi yana bitta maqsadi avtomatik qaror qabul qilish kabi vazifalarni bajaradi. Xo'p, Python dasturlash tilida quyidagi shart operatorlari mavjud. If else, if elif, else. Bularni quyidagi dasturlar orqali tushuntirib beramiz. Xo'p, birinchi ishimiz esa if mantiqiy operatori. If mantiqiy operatori agar ifoda to'g'ri bo'lganda qanaqadir kodni, dasturni ishga tushiradi. Bunga misol sifatida bir son ikkinchi sondan kattaligini ishlatuvchi dasturni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi kodimizga qaraydigan bo'lsak, biz a degan o'zgaruvchiga 10 degan qiymatni kiritdik. B degan o'zgaruvchiga 8 degan qiymatni kiritdik va shartga if a katta b deb beryapmiz. Undan keyin printga ifoda to'g'ri degan ma'nodagi bir xabarni berdik. Dastur kodida e'tibor beradigan bo'lsangiz, ifoda to'g'ri degan qiymat qaytardi. Haqiqatan ham ifoda to'g'ri, sababi 10 soni 8 sonidan kattaligi uchun. Endi xuddi shu kodni ozroq o'zgartiramiz. Biz birinchi a qiymatiga, a o'zgaruvchimizga 5 qiymat, b o'zgaruvchimizga esa 8 qiymat beramiz. Shartga esa a katta b deb beramiz. Ko'rib turibsizki, 5 soni 8 sondan katta bo'lmaganligi uchun dastur hech qanaqa xabar chiqarib bermaydi. Keyingi shart operatorlarimizga misol sifatida if else shart operatorini bajaramiz. Bunday ifoda nima uchun ishlatiladi? Agar birinchi ifoda yolg'on bo'lsa, ikkinchi ifodaga o'tishni ta'minlab beradi. Bunda quyidagi misolni ko'ramiz. Xo'p, a o'zgaruvchiga 50 qiymat, b o'zgaruvchiga esa 90 qiymatni beramiz va shartga a katta b deb beramiz. A katta b bo'lganda ifoda to'g'ri, aks holda, ya'ni else ga ifoda noto'g'ri degan qiymat chiqarib berish kerak. Bizlarga hozir 50 qiymatimiz 90 qiymatidan kichikligi uchun ikkinchi else blogi ishga tushadi va ifoda noto'g'ri degan xabar beradi. Keyingi ifodamiz esa if elif else mantiqiy operator shart operatori hisoblanadi. Bunda ko'rib turibmizki, bir nechta shartlarni ketma-ket bajarilishga olib keladi. Agar birinchi ifoda ifdagi ifodamiz xato bo'ladigan bo'lsa, keyingi elifdagi shart bajariladi. U ham noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, oxirida else operatoriga tushadi. Buni quyidagi misol orqali ko'ramiz. Bizga ma'lumki, mana yakuniy nazoratlardan olingan ballga qarab semestrdagi baho chiqariladi. Shuni dasturni quyidagi holatda tuzamiz. Xo'p, talaba bahosi degan bir o'zgaruvchi oldik. Uni input orqali kiritib, talabani yakuniy bahosini, yakuniy nazoratdan olgan ballni so'raymiz. Xo'p, birinchi shartimizda agar talabani bahosi, to'plagan balli 90 va 100 oralig'ida bo'lsa, birinchi shartga beramizki, if shartiga talaba 5 baho olsin. Elif agar aks holda talaba 70 va 89 orasidagi
ballni to'plasa unga 4 baho. Keyingi shartga esa unda ham to'play olmasa, ya'ni talabani to'plagan balli 60 va 69 orasida bo'lsa unga 3. Agar yuqoridagi ballarni to'play olmaganda, aks holda uni bahosi 2 holatda chiqarib beradigan dastur quyidagi holatda tuzildi. Buning natijasini keyingi mana ekranda ko'rishimiz mumkin. Birinchi mana talabamiz, ya'ni 90 va 100 orasidagi ballni to'pladi, unga 5 baho. Ikkinchi talabamiz esa 70 va 89 orasidagi ballni to'pladi, bunga 4 baho. Uchinchi talabamiz esa 60 va 69 orasidagi ballni to'plagan, unga 3 baho. To'rtinchi talabamiz esa 59 ball to'plagan, ya'ni boyagi shartlardagi ballarni qanoatlantirmagani uchun unga 2 baho chiqarib beradigan dasturni javoblarini ko'rib turishingiz mumkin. Xo'p, shart operatorlar bilan ishlashda quyidagi narsalarga biz e'tibor berishimiz kerak. Ba'zi bir xatolar uchraydi. Buning birinchi xatosi, if, elif, else kabi shart operatorlardan foydalanganimizda albatta unda keyingi ifodani yozishimiz shart. Ya'ni agar shunaqa bo'lmaganda xato chiqarib beradi. E'tibor bergan bo'lsangiz, a teng 5, b teng 6, a kichik b deb berdikda, lekin shartga nima chiqarishini yozmadik. Bunda dastur avtomatik xato chiqarib beradi. Keyingisida esa, ya'ni ko'rib turishingiz mumkin, if kalit so'zidan keyin mana if blogida keyingi blokka tushayotgan vaqtda bir probel, bir probel surishimiz kerak. Sababi if blogi bilan javoblar bir xil oralig'ida bo'lib qolsa, unda ham dastur xato ko'rsatadi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.